Sizlar uchun toza elektr bilan gibrid olib kelib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha kuzatib tursanglar, buni obzorlari bilan narxini aytib o'taman. Bu BYD 2023-yilda ishlab chiqarilgan Song Plus gibrid varianti. Benzinda ham, tokda ham yuradi. Mashinamiz atigi 36 ming yurgan. Kraskalarni polni tekshirib chiqaman. Kraskalar top-toza. Holati ideal bo'lib turibdi. Salonlargacha ham tiniq holatda. Bu Honji EQ15 mashinamizda kraskalari top-toza. Mashina 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma yoqlarini tekshirib chiqdim. Kraskasi yo'q. Hozirgi kunda buni taksilar olyapti. Biznes klassga zo'r pul topar mashina. Probegi 32 ming. Bu ikkala mashinamiz ham ideal holatda. Bu BYD Songimiz 22500 sunnatiga o'tib beramiz. Bu Honji'imizdan narxi 16500. Bular to'liq ma'lumotni Telegram kanaliga ham joylab boramiz. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib, o'sha yerga o'tib baraka qilsanglar bo'ladi.